Siyosatga aralashma, siyosatga aralashma. Bunday gaplarni ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Shu gaplarni aytadiganlarga qanday javob berish kerak bilasizmi? Hozir sizlarga "Oltin qalam sohibi" Javlon Javliyevning "Qo'rqma" romanidan bir kichik parcha o'qib beraman. Uyga kelib bobomdan so'radim. Bobo, menga siyosatga aralashma deyishyapti, nima qilay? Shunda bobom qovog'ini solgancha javob berdi. Siyosatga aralashmaslik uchun ona qornidayoq oyog'ingni tirab olishing kerak, tug'ilmayman deb. Tug'ildingmi, siyosatdan ayri o'tirolmaysan. Hamma uning qurshovida yashaydi. Kimdir zulmda, kimdir uning ta'sirida, yana allakim esa rohatda. Aslida xalq izmidagi siyosatgina kun ko'rishi kerak. Boshqasi xatodir. Aralash bolam, haqqingni tanishni o'rgan. O'rgat sinfdoshlaringga ham. Bo'lmasa qarg'ishlardan qachon ozod bo'lamiz?